Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qiyindaşsa yaxşı tutdunglarmı? Bugün naq meydan söhbət açdıq. Həmmimizə ayan İdris Hasan əpəndim Morocco turmusundan qutulub çıxıb hazır Amerikaya sağ-salamat gəldi. Biz söhbətimizni başlanışdan burun İdris Hasan əpəndimnin xanımı Zeynura xanımını ekranıma təklif qıldım. Azraq hissiyatını bir çəndir bəsun deb təklif qıldım. Assalamu alaikum Zeynura xanım. Aleyküm assalam. Birinci bob mübarək olsun. Elhamdülillah deyimiz. Muşu əmmimiz bütün muhaciretdeki Uyğur qeyindaşlarımız xoş xəbərini anladıq. Sizin bir təsirinizni alay dedik. Şunun bilə mərhəmət. Siz başda muşu xəbərini anlayan çağda qanday duyğuda boldunuz? Başta xəbərini anlayan çağda heyran qaldım. Yəni rasmı yalğanmı degəndək işenməslik oldu. Yəni heyran qalıb yəni. Çünki təxi çarşamba günü yoldaşım türmədə turub telefon qılğanda heç bir yan xəbər yoxdu o vaxtda. Çünki yoldaşım hər düşənbə, çarşamba, cümə telefon qılalaydı bana. Fəqət hər qətim telefon qılğanda 10 min ətrafda aranışardı. Yoldaşım məndən başqa adam kimi telefon qılamaydı. Şu advokatlarımı şu mən alaqılıb xəbər yetkizsin deməkçi yoldaşım. Çarşamba günü şu advokatın gəb sorsam şu təxiyyə xəbər yox. Dəbim qaldı. Lakin çarşamba günü sot açıldığanlıqını degəndikcə o sotnamı əmdi qandaq təriqədə açıldığını heç mən bilmirəm. Çünki sot yoldaşımğa deməklik, yoldaşımın qatnaşıda deməklik o sotda. Şunu yoldaşım belki yıl bulab əmdi 3,5 yıl bo'lib ketdi emas, bu yerdə 100 yalğız bir kam turib. Bu sot, nima sot, qanday sot, mən advokatlar heç biriga kelib, mən tushunib bəmidi deb yıl bulub çarşamba çox. Bunaqa xəbər kəmmigan keyin o sot to'g'risida bu yoki boshqa to'g'risida. Shunda yil olub achchig'lanib ketgandi. Lekin çarşamba kech bo'lib turganda, yo'lishimda faqat bir qatim telefon qila oladi zaten. Lekin xəbər yox dedim. Yo'lishim əlaqəyə shundaq ümidsizlanib, achchig'lanib, yana necha ay so'zlab turib o'xshaydi. Men yana necha ay yotadiga o'xshayman bu yerda deb shunaqa nima qilib ketdi-ku. Ko'ngil yerim bo'lib degandik. Shundan kech bo'lib turganda advokat telefon qilib, Marrakeshda ochilgan sotdan hozir qo'yib berish qarori chiqdi. Men nimaga hozir nimaga borman turmaga qo'yib hozir qo'yib berib qolsam men olmaydi sen deb boshlanadi. Deb nima qildik? Saqildim. Kech soat 1largacha bir xabar keladi deb saqildim, ammo nima kelmadi. Men qanday bu endi keyin araliqda uchur qildim. Advokatga qanday bo'ldi, qo'yib berdim desam, nimaning turmaning kameradan chiqdi, lekin hozir saqchilar bilan imzo atgan bu ishlamlarni qilyapti degandek tashnab dedi. Sonra bu bundaq kechib ketkichim qilamgan bu ishlamni deb shu saqlab mumkin hamda uy chiqay deganda chiqamay yana qaytirib ikirib olam bu turmaga degan o'ylabchi kech soat 1gacha bir gap chiqdi mana deb ovozini anglamaganki yo'lishimdan hamda shu saqchining qishlik vaqtimi hamda xuddi tuyuqsiz yana qaytadan hamda ikirib olgandek shunaqa hissiyotda shuna ansirab turdim. Endi keyin birdan aşqanda yo'lishim advokatning telefon qildi. Çarşamba günü 2 saat birdan aşqanda. Shundan telefon qilib, hozir texi meni chiqadi advokat hozir men advokat bilan bir mashinasida ketib bormaydi. Lekin bir ayaga urilish bo'lgandan keyin telefon qilay deb shu yo'q bo'lib ketgancha ammo aytish tushguncha men xabarini ololmadim-chu. Ya'ni chunki advokat yo'lishimni nimaga mehmonxonaga o'rlashtirib qo'yib, o'zi-o'ziga ketibdi. Shundan men advokat hem yo'lishim ham boshqalar bilan aloqa qilma debdi, ham zaten aloqa qilgandek ehtimolim bo'lmabdi. Chunki telefonni 3,5 yil ishlatilmaganki, hech narsa ochilmabdi telefonda, hech nimani ocholmabdi. Keyin advokat quchirib qolsam, xotirjam bo'l, men nimaga o'rlashtirib qo'ydim mehmonxonaga deb shunday dedi. Shunaqa ya'ni çarşamba yerim kecha 1-2 bilan Turkiya vaqti ya'ni nimaga Marrakeshda
koyup berilgen boldy yoluşum hesapda. Yani şu koyup berilip mehmanxana urlaşykça hem koyup berilgeniga resmi erkilik çıkkanyga işenmedim yani yani tuyuksuz yani ikirip aldygandek hem sot mehkemesi koyup berdi diýsem tuyuksuz ikirip aldygandek aşna hissiyatly boldy. Çünki onun aldyny mı hemdi sizler bilsizler 2021-nji ýyly 6 gatym sot açdy. Deslepki sotlarda zaten biz üstünlük diýdik. Çünki yoluşumdan hiçbir suçu yok diýeni, hiçbir cinayet işlemegen. Ama Marrakeş'e emdi bir aýygyny basmasdy. Aýryplardan düşken ama tutulgan yoluşum. Şoňa hiç kana cinayeti bolmaganlygyň yoluşumy tutup turuş sebäbi ýokdy. Şoňa belki muş sotty koyup beriş mümkin. Adwokatdan tartip ýol kılatgan bise her gatym sot açylsa belki muş sotty koyup beriş mümkin dep bilipdi. Onu üstüge Interpol tutuş buyrugyny 2021 9-njy aýda bikakyp bolgan. Şoňa o Interpol tutuş buyrugyny Interpol'un tutuş buyrugy bar dep tutganlyk üçin bu Interpol tutuş buyrugyny bikakyp kılıp etdi. Şoňa koyup beriş mümkin. Dep aşyndak dep kelegek üçin. Şoňa ilki neçe gatym sot açdy, her gatymda koyup berdi digen ümit bilen. Çünki koyup beriş ihtimali jokary hemde biz kanuny ihtimallykda hemde koyup beriş ihtimali jokary. Her gatym koyup berilmedi. Hatta aň ahyrky 2021-nji ýyly geçilgen en ahırkı sotda Xitay qaytırış kararı berdi. Bu şuna bilen hemdi muş münasebet bilen bütün dünýädäki bütün Uygur garydaşlaryma rahmet etme. Şu qaytırış kararı bergendiň kin men torda mürajaat kılgandan kin her gaýsy döwletke Uygur garydaşlarym şu Marrakeş konsullary aldygy beýrep ýoluşumny koyup beriş hakynda namaýyş kılıp konsulga dilekçilerini gezip ýokyldy. Şunu bilen onun ikin uzun etmey emdi. Birleşken Döwletler Teşkilatyny işe aralşyp emdi gaýtyrysy bolmaýdyganlygyny, gaýtyrsa Xitaynyň işgence kıldyganlygyny, öldürdiganlygyny bir baýana çykagan boldy. Ondan ikin gaýtyryş toktagan boldy. Emma gaýtyryşyň bütün bikakymydy toktap durdy. Şonuň üçin elki her an gaýtyryş ihtimal barda korkunuş içinde ýaşadykda ýaşy Amerikaga ýitip berip bolguça. Enkin şunu bilen o yoldaşım yani nemege koyup berilip yatak urulaşkan boldu endi. Yani ki lekin şunda bolsumu advokat emdi hiç kimge hiç kana şekil bildirmänler dedi. Çünkü muş Marrakeş'e çıkıp bolguça hatar işide bilsesen. Dep şunu bilen biz hiç kimge hatta aň ýakyn dostlarymyz, uruk tukallarymyzga diýmedik, bildirmedik. Endiki ätisimu yoldaşım tak ätisi advokat bilen bir ýekkägiçe biz bilen alaqalanmady. Yani çarşembe ýerim keçide koyup bergen bolsa peşembe hemde düşlerge endikin advokat yoldaşymyny aýlyp kalgandan kin yoldaşym advokatdan telefon kıldy. Çünki biz Birleşken Döwletler Teşkilatynyň işganysyk görüşge barykymyz hazır dedi. Yani şu Marrakeş tuğan mezgilde hatar işçide bolganlyk üçin advokatmy jiddi turup şu peşem günü üzüde nimege Birleşken Döwletler Teşkilatynyň işganysyga nimege Amerika konsulga beripdi. Bu Birleşken Döwletler Teşkilatı tarapdan bizge sertifikat defendeniz yani geçirim teşkilatynyňki mesul Laura hanım Abdullayev efendi bilen Laura hanım bizge köp ýardamçy boldy. Yani Abdullayev efendim bizni Laura hanım tunuşturup kalgan şu hemdi. Kin Birleşken Döwletler Teşkilatyna ýoldaşymyň işini sunup ýoldaşymny hemdi Birleşken Döwletler Teşkilatyna tunutgany şu sertifikatlardan Laura hanım boldy. Yani kin bu pek uzun dawamlaşdy hemdi bu iş 3 ýerimiz sürdü. Yani 2021 6 gatym sot açkandan kiyinmi Birleşken Döwletler Teşkilaty ýoldaşym hakynda bir neçe gatym karar çykady, bir neçe gatym hemdi Birleşken Döwletler Teşkilatynyň sertifikat bir baýana çykasyn diýen Birleşken Döwletler Teşkilatynyňki kat komissiýony yani komitege institutda diýen nime kynap sorak kılış karşı duruş bölümünden toni. Aşağı aralaş nim kıldı diýendek hem ulamy şu ýoluşymy gaýtmasak hakykat karar çykady. Bultu 7-8 mezgilde yani Birleşken Döwletler Teşkilatynyň kat komissiýony ýoluşymy Xitay gaýtmaslyk goýup beriş gereklikde gaýtmaslyk hakykat karar çykady. Esli o adwokatnyň diýişçe o karar çykyrypla uzun ötmey Marrakeş goýup beriş gerekend ýoluşymy. Yani o karar çykkandan keyin ýoluşym ýene ýoldaşym şu karar çyksa goýup berdi dep şu kararyny saklap şunu ümit baglap turdy da.
7-nji aýyň ahyry 8-nji aýyň başlap o karar çykdy. Şoňa ýoluşyma karar çykgandan keyin kaçan goýup berken, hazır goýup beremdiken ätimi bügenmi dep her gatam şuny nem kap durdy. Şu goýup berilişiniň ümidine şuny soraýdy telefonda. Amma adwokatdan soraýmys, adwokatmy nimiş goýup berilýär meni bilmedim çünki goýup beriliş gerek äsli. Äsli Marrakeş hökümeti goýup beriş gerekdi, goýup bermäýärdi. Hazır tutup duruşymyz kanunsyz dep başlapdy. Adwokatymyz maşyna dep gelip kanuny boýunça äsli goýup beriş gerek bolgan insany goýup bermej tutup duruýarsam adwokatmy nim kylýşyny, nim diýişini bilenmej galdy. Şu bilenmedim dep durupdy. Şu ýoluşym tehemjil bolup men 3 ýyl ýapmyş karany saklap tursam, nimiş hazır ýene goýup bermeýdim dep başyna dep nem kılıp şu ahyry yana şu Birleşken Devletler Teşkilatyna yana bir hat sunup şu Laura hanym biziň adwokatlar diýendek. Indi biz memo bir tarapdan memo hat sunup adwokatlar birleşmesiga Marrakeşdeki şu. Başyna nem kılıp nurgun tirişçiliklaryny köýsetdik hemdi. Ömer Kanat efendim heli burundan tatyp hem Amerika Taşky işler ministrigi ýoluşymyň ahwalyny digenligini menemder döwletki hem demişne astola küçü var, ýolu bar. Belki muşundaq ýoluşymy tuzak çykyryp başy döwletge orlaşdyrsa bir amal kıla alaýdy. Belki aşna kıla alaýdyganlar bilen görüşeläýdi. Hiç bolmasa dep oýlagan. Hemme rehberlerimizge hemmisiga uçur kılgan, ýoluşma hakda hemmisi ýardam sorgan, hemmisi hemde maňa koldan kelişçe tirişçilik köýsetdiňligini digen, men bu hemmisiniň tirişçilik köýsetgenlikleri işini Fransiýadan Dünür hanym bolsun, Kanadadaky Mehmet Tohta efendim bolsun, ýani Germaniýadan Zulpiýa eşilen onuň kyzy Şahnure hanym bolsun, Şahnure saňlymyz bolsun. Ýani hemmisi hemde ýoluşma hakda hemde menden materiallaryny ilip üzi bildigen adwokatlarga tapşyryp kandak kılış hakda. Anikin üzüniň turýatgan döwletdeki parlamentlarga digendek sunup aşna kıldy hemdi. Lakin Ömer Kanat efendim hem şunyň içinde aşyndak Taşky işler ministri bilen görüşgeligini, digenligini hem Amerikanyň eger Marrakeş hökümeti goýup berse ýa-da kabul kılışga koşulganlygyny dep digen temalar. Şonuň bilen ahyry hemdi Birleşken Devletler Teşkilatyny goýup beriş hakda Marrakeşge besim kılıp ýokagandykin ahyrda şu çarşembe günü goýup bergen boldy 20-de. Peşembe günü şu Birleşken Devletler Teşkilaty ýygy bolup Amerika konsulary bilen görüşdirip digende akyp. Ondan jüme şu Amerikaga. Biz taky Amerika uçurgan aýryplanyň çykyp bolýarmy men bir iş bolup galam dep ensirep adwokat pat uçurga telefon kılıp durdum. Belki adwokat hemen hazır aýrdyrymga kilip İdris Esenli nemege aýrdyrymdan kirgizletdim. Alaýdy bir işikden kirgizdi İdris Esenli bir işike Amerikalykdan kirip getdi dep başyna dedi. Depdim men ýene ensirdim. Ýani adwokat teşide kalady ýa ýoldaşym içige kirgeçi bir ýerde tosup ep galamy depdi. Şoňa oy bir mesele çykamy aýryplanyň çykjy ýani bir mesele çykamy dedim. Oy kandak mesele çykdy onuňa Amerikalyklar ilk bolup ikirkip bardy ana. Onuň hiç bir mesele çykmaýdy ensirme dep başyna dedi. Endikin ýoluşym şu aýryplanyňa çykkan boldy hemdi. Çünki men şu aýryplanyňa çykyp boýçylyk ensirdim. Endikin arlyk demdi. Oy aýryplanyň çykamaý, aýryplanyň çykyrgan çagda tosup ep galdy diýdigan bir gep kilämi dep. Şuňa hele neçe saatgacha ensirep turdum. Keýinendin Amerikaga düşken boldy. Amerikaga düşkende Ömer Kanat efendimden telefon kupdy. Şu hazır Amerikaga düşdüm de. Amerikaga düşdüm degenkin of dedim ýani hatirjem boldum. Ýani aýryplan çykyp Amerikaga düşkit bolgan arlykda ýene ensirep digendek bir iş buldugandek. Tosup aldygandek digen ensirep durdum. Elhamdülillah. Elhamdülillah Allah şükür. Sag salamet Amerikaga düşken boldy. Ýani bu demekçi oglum bu 3-20 ýyl ýani hesapda 43 aý wagtdan beri şunak ensirepçide Xitay her wagt bir ep gitdandek ýoluşum. Çünki türmedik insan bol. Oýan buýan kaçamaýram ep maňsy. Şunda ensirep turgan. Hemde şu dünýädeki şu başga Uygur kendaşlarymyz bar, okşamagan, mesela dadlary ýa akylary ýa bir tukanlary az türmede ýetip atdy.
Meyli Saudiya Arabistan'da bolsun, meyli Kashmir'de bolsun, meyli Tayland'da bolsun. Bu qayndaşlarımızga qanday gap sözleriniz var? Çünkü siz 3,5 yıl bu dərtni tatdınız. Qanda ümit belgedek gap sözleriniz var. Rahmet. Şu bilime bu emdi bek ensi hatırjamsiz ütümüz bu mezgilde çünkü her vaqt Xitay qaytırıtam qanda buladi ensirashchida. Amma ümitsizlikке kaplanmay, yani ümit var halette her taraftan emdi çare tedbir izlep, her taraftan bir tirişip baksa, her yolunu sınap men baksa inşallah mence çokum Allah sebep kıl, biz fakat sebep kılışık mesul. Neticesini Allah berdi. Biz tirişip sebep kılsak inşallah çokum bir yaxşı netice ahırıştır deyme. Bu azatlık günler, bu hatırjamsiz günler ahırıştır. Bizim o emdi yoluşum sebepli, yoluşumdan aştırmıt boğalık sebepli şunda hatırjamsiz emdi. Birak etim telefon kıldıgan günü kılmay qalsım, qaytırıp etken kanda bolgandy dep ensirep degendek. Hem advokattan sonra başına kıp ketdim de. Hem de hazır Allah şükür emdi iki dövletler bolup kalgan bolsakmy, hem de jem bulamagan bolsakmy hazırça. Amma hiç bolmasa türmede emes, hatırjam emdi nimede erkin yaşap bardydy. Şuňa bizim o emdi hatırjambek yaşaýmyz burunka garganda dep oýlaýman. Şuňa hem keyin şu Uruktuqalla ýa-ki Taylandga 48 qardaşymyz bolsun. Hemmesiniň ýoluny hemdi tirişip meňiş gerek dep oýlaýman. Hem meniň ýoluşymyň işide hemdi bu galby kazana alışymyzyň asasy sebebi biz Uýgurlaryň hemmesi ýoluşymyň işide ittifaklaşdy. Yani her kaýsy teşkilatlar bolsun, şähsler bolsun hemdi maňa aýrym telefon kılıp uçurup gelip men ýardam kılışyny halaýdym. Şu ýoldaşyňyza material äwätläýsiňiz, meniň manda hökümet nemiste manda bir tunuşum bar, dinlemem bar diýip şunda dep baksam ýa-ki advokat tunuşumy dep baksam dep durup, endi meni izlep durup men bilmegenlärim bol. Aşna nim kılala boldy. Ulagyň materiallaryny ýollap berdim. Hem koldan bir iş kılgalan hemmesi degidek men tirişip bir işlerini kıpbakdy ýoldaşym üçin diýme. Hem de bek bir iş kılıç boldan kemeýini Allah'ım hiç bolmasa da ýoldaşym üçin dua kıldy dep işinime. Şuňa bütün Uýgur gardaşlarymga hem rahmet etme. Hem başga mesela Taylandda 48 gardaşymyz bolsun, ýene Saudiya Arabistandaky 4 gardaşymyz bol diýme. Ýene başga ýardam bar dep tutduk aldım. Hem belki ulanyň anda uruktukyny ýokdy, belki dagamlyk sürüşdirip sonra boy ýoluny kılsak boldy. Oýun kandak bolgandy dep mendek toktumay hemde sonra beşini agyrtdyran başgalaryň üçin. Aşna nemesi ýokdy. Amma şundak bolsun biz huddy olany özümizde gorukdukdek şularyň ýoluna maňsak, şular üçin muhammemiz bir kolumyzdan kilişçi bütün güçümizle tirişip baksakçy. Mence çokum galby kılmys şulany men gutguzyp galaýmys. Çünki ýoluşymyňki bu gatam gutulup kalyşy biz Uýgurlarga şu mesajny berdi, yani bir ümit boldy. Yani her zaman Xitaynyň digini bulybermeýdiganlygy, bäzide adaletniň kazandyganlygy, bäzide biz özümüz tirişsek ýana kiçikini bolsun azra felbek erişeýärdiganlygyny bildirdik. Awal Allah'na ýardymy, ondan özümüz tirişip her ýerdäki Uýgurlar bir ittifaklaşyp taňyp galsak. Hem zaten ýoluşymyň işide Uýgurlarla emes, şu mesela Fransiýadan Zekariya dep kartellik bir jurnalist bar. Hem de ony Dilnur ýoluşymyň gepini gypa geçke. Kilip bizni ziyaret kılıp ýoluşma haber işläp ýürdigende gyp hem de nim kılgan. Endikin ýene Russiýadan Tanya, Amerikadan Katya dep şu işgep ýene Ýaponiýadan Sano, işgep nurgun her kaýsy döwletden nim kılgan aşynda kartellik, aktellik, seýrektellik her kaýsy döwletden, her kaýsy milletden aşna ýardam kılganlar bar ýoluşmak. Hem de belki diýişiňler mümkin, ulanyň hyzmaty jurnalistna makalysy haber işleş diýişiňler mümkin. Ular lekin işini ýaxşy görüp durup kyldyken hem ilki sizniň derdinizni taň özüniň derdidek nim kılıpçy sizge ýystaşlyk kılıçny hem bildiken ularçy. Şunda ilki ballarymny oýuntup ballarymny ýystaşlyk kılıp oýdady silen tızrak jem bolsa dep ular şunda gitdi. O haber işleş bu işler tükgenden kimi bäzen hem Türkiýe kep galsa saýat kılıp
bizni yo'qlab balalarımga bu hediyelerni berip balalarımni oynatıp başına ketdi ularçu. Yani ularning endi insoniylik jihatdan shu bizga yordam qilib qoldi. Hatto yo'lishimni o'shdan qutulib chiqqanlik xabarini yetkazsam tunigun ba'zilar xo'shallikdan yig'lab ketdi ashulamchu. Bo'lmasa ular men bilan bir millat emas, qarindosh emas bo'lmasa yoki akukam emas, ajsinglim emas, bir millat emas, bir dindimi emas. Ammo shular insoniylik tuyg'usidan mening dardimga o'rtaq bo'lib, menga hissdoshlik qilib, mening dardimda ular tang yongan ta'sirda. Lekin bu xo'shallik xabarini anglab, ularni yig'lab ketdi. Voy men xo'sh bo'lib, haliqi yosh ketib ko'zimdan deb ashuna deb men qilib ketdi. Ya'ni bu endi mushu boshqa yerdagi qarindoshlarimizning qutulib chiqishdan, shu har davlat, har millatdan, har dindan insonlik tuyg'usi bor. İnsan haqlarini qo'g'dayman deydigan tashkilotlar va shaxslardan yordam istasak, yordamni qabul qilsak bo'ldi. Biz ularga insoniycha yaxshi muomala qilsak, ularmi bizning dardimizni taxmin his qilib, taxmin bizning dardimiz uchun tang kurash qildi ekan. Men shuni his qildim. Shunga butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimni hamda vatan ichida tutilib qolgan Uyg'ur qarindoshlarimizni, urug' tuqqanlarimizni qutqizishga balki bir amal qilolmaymiz, balki kuchimiz yetmaydi hozircha. Hozirgi holatimiz bilan. Ammo hech bo'lmasa vatan sirtida qachon Xitoy qaytarib ketama deb ansirab turayotgan ash qarindoshlarimizni bo'lsin qutqizib chiqish uchun amaliy qo'ldan nima kelsa shuni qilsa, hech bo'lmasa duoda bo'lsa, har millatdan, har davlatdan mana tunuydigan qo'ldan ostida ish qilgan jurnalist bo'lsin, siyosatchi bo'lsin, hammasiga deb qo'ymushunaq Uyg'urlarni mushunaq tutib olgandi. Ular Xitoy qaytarib kelsa, mushunaq o'ltirib yetadi yoki qiynaydi deganni hammaga deb bildirib, har yig'inda, har yerda deb bir sebebini qilmasa inshaalloh cho'qim qutuldi deb o'ylayman. Shunga men inshaalloh bütün qarindoshlarning hamda mushu vatan sirtidagi turmalarda yotgan Uyg'urlarni qutqizish uchun birlik bo'lishini, talash tortish qilmay bir-biridan shunday qo'ldan nima kelsa shuni qilib tirishib bir sabab qilishini umid qilaman. Ham men shunday qilmay yana yo'lishimni qutuldirib, yo'lishimdan qutulib chiqqanini bilanlar to'xtab qalmaymanmi? Yo'lishim inshaalloh sal o'z asliga bo'lgandan keyin yana bizning millatimiz uchun, xalqimiz uchun qo'ldan kelishcha xizmat qildi. Chunki bu uning burchi hozir texmi hamda shu. Chunki shu Uyg'ur xalqining yordami bilan qutulganlik uchun Uyg'ur xalqi uchun ham zo'r xizmatlar qilish kerak. Shu biz hamda bizning duomiz hamda bir oila planlaringizni demasangiz bo'ladi, lekin inshaalloh pat yaqinda bir jam bo'lishingizlarni hammamiz duo qilamiz. Rahmat, qimmatli vaqtingizni oldik. Men bir qaynishimiz yozibdi, bo'lsa İdris Hasan qaynishimiz chiqarsak deb, lekin tunigun o'lishgun tig'i turmadan chiqdi. Bir salbiy o'zining nimasiga kelsin, u fursatlarni kap qila qayndoshlar. Rahmat sizga, qimmatli vaqtingizni oldim bu kech soatda. Sizga rahmat. Men oldim vaqtingizni gapdi. Yo, yana ayrim yana paranglashimiz inshaalloh. Duolarimiz sizlar bilan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Anladik men xo'sh xabarni. Bu Zaynura xonim naytda 3,5 yilning yaqi bo'lgan ishlarni tushundirdi. Bu vaqtda sizning qatirgan gaplaringiz bormi? 3,5 yilning yaqi zodi nima ishlar yuz berdi mushunga? Chunki siz hisobda nimaning oqisida mush xizmatlarni qilib kelayotgan birisi bo'lish sifatingiz bilan. Zaynuraga men yaxshi tushundirmay qoldim ishning jarayonini. Bir qancha qatam tushuntirishga tirishgan izchil. Lekin ba'zi narsalarni tushundirmay qoldim. Chunki Zaynura u dog murakkab atalg'ularni, bu munosabatlarni yaxshi tushunib ketish uchun buni o'tirib shu ishning ichiga kirish kerak-da. Uni tushunolmasligim tabiiyamdi. Bu yerda birinchi bo'lgan masala İdrisninki shu aeroplan stansiyasida turib men tutib oldi degan telefon bilan boshlangan bu ish. Shuning bilan İdrisninki tutilganligini oldidan axborotlarga sundiq. Undan keyin bu İdrisni biz qutqizib qolish uchun bunaqa material tayyorladik. Material tayyorlab oldidan İdris Hasanni kishilik huquqni qo'g'dug'ichi
kishilik huquq faoliyatchisi deb muayyanlashtirdik va buni nima abiyam tilga olgan Zaynurат tilga olgan Safeguard Defenders degan tashkilotga men tanishtirdim. Endi İdrisni biz kishilik huquq faoliyatchisi demasak, kishilik huquq faoliyatchilarini qo'g'daydigan tashkilot qabul qilmaydi. Oldin İdris kishilik huquqni qo'g'dovchilarning tashkilotiga iltimos sunish uchun İdrisning nomidan İdris kishilik huquqni qo'g'dovchi bo'lishi kerak. Safeguard Defenders deganning ma'nosi shu. Yani Defenders, yani qo'g'dovchilarni qo'g'daydigan tashkilot. Shunga oldidan bizning qilgan ishimiz İdris Hasanning bir kishilik huquq faoliyatchisi, kishilik huquqni qo'g'dovchi ekanligini materiallar orqali, faoliyatlar orqali dalilladik. Bunga eng jiq vaqt ketdi dastlab qadamda. Masalan, İdris Hasanninki 2016-yili 1-oydan boshlab men bilan hamkorlashib bir gez chiqarganligi, undan keyin ikkimizning birga bir torbat qilganligimiz. Bu gezit bilan torbat chiqarishning sababi Türkiye'ye kelgan Uyg'ur musafir, Uyg'ur muhojirlarga bolalarni maktabga avatish, iqomat ilish, siyosiy panohlik tilash, insoniy iqomat ilish, o'zini qanday qo'g'dash degan jihatlarda maslahat berish uchun buni boshlaganmiz. İdrisning faoliyati gezit chiqarish va torbat yasashdan boshlangan. Undan keyin İdris turmushga kirib ketdi, kirib ketgandan keyin yana chiqdi. Shu jarayonda İdris yani bu izchil to'xtamadi. Masalan biz Uyg'ur Yar fondi kitap chiqarsak, kitaplarımızdan betini yasadi, muqovasini ayladi. Undan boshqa bizning turli faoliyatlarimizda davomli yenimizda bo'ldi. Andan bu nimaning masalan bizning bu Uyg'ur sotininki materiallarini tarjima qildi. Undan boshqa Uyg'ur instituti Ankara'daki ularning faoliyatlariga yordamlashdi. Mushu paketlarning hammasi İdris Hasanni kishilik huquqni qo'g'dovchi degan salohiyat ega qildi. Bu salohiyat ega bo'lgandan keyin buni mushu kishilik huquq qo'g'dovchilarni qo'g'daydigan tashkilot o'zining qo'g'dash doirasini ichiga oldi. Ondan bu tashkilot İdrisga vakolatan advokat yolladi. Ishning jarayoni bu. Birinchi qadamni qo'ygan ishimiz İdris Hasanni xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpol deki qizil listidan chiqarib o'tish bo'ldi. Chunki İdris Hasanning darajasi shu xalqaro soqchi tashkilotida Abduqodir Yapchan bilan o'xshash. Abdulhamid Tursun bilan o'xshash. Do'lqaysala o'xshash darajada shundoq, ig'ir darajada. Shu birinchi qilingan ish İdris Hasanni xalqaro soqchining tutish tizimligidan chiqarib o'tdik. İdrisning tutilishiga sabab bo'lgan narsa shu. Marrakesh'te. Bu birinci kılınan iş. İkinci kılınan iş bu İdris bu yerde Marrakesh'te tutulgan iken bu Marrakesh'ni qanday qilib biz İdris Hasanni qo'yib berishga qoyil qila olamiz deganda Marrakesh BDT'ninki qiynab so'roq qilish, qarshi turish ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat. Endi İdris Hasan qaytarilsa Xitoyda qiynab so'roq qilinganligi, hatto o'limga mahkum bo'lish ehtimolligi bor birga. Unda bo'lgandan keyin biz bu qiynab so'roq qilish, qarshi turish komiteti bilan aloqalashib, İdris Hasanning qaytarilsa qiynab so'roq qilinganligini isbotladik. Shuning bilan bu nima? Kat degan bu tashkilot İdris Hasanninki qaytarilsa bu qiynab so'roq qilish uchraydiganligini nimaga bildirdi? Marrakesh davlatiga. Marrakesh uning qaytarilishini hold qildi. Ya'ni to'xtatib qo'ydi. Endi sot ochilishi kerak İdrisning ustidan. Shu jarayonda sot kechiktirildi degandek, bu yerda eng muhim bir sotning kechiktirilishi va turli o'ngishsizlik sabab bo'lgan narsa Xitoyning 96 betlik aybnomasi oldi İdrisning ustidan avatgan. O aybnomani men ko'rdim. O aybnoma ajoyib qo'rqinchli aybnoma. Yani İdrisninki bu aybnoma alomat. Buni hozir mazmun desam to'g'ri bo'lmaydi. Lekin İdrisni dastlab ishlatgan tashkilot hozir shu gapni davatgan chig'imni biladi, kim ishlatganligini. O'zining bexatarligiga diqqat qilmagan, maxfiyatlik saqlanmagan. Buning hammasi Xitoy ketib qolgan. İdrisning hatto qaysi nomerli kompyuterdan
qandaq turbat yasab, qandaq mashg'ulot qilganning hammani rasmlar bilan evatib bergan narsa. Rasmlar bilan. Soat manchida o'tgan chog'da İdris mal kompyuterda mandaq mashg'ulotni qilgan degan narsani. Shu tashkilot hozir meni anglayotgan bo'lsa, anglamagan bo'lsa anglasin. Ash mahbatligining hammasi Xitoyga ketib qolgan gap. Endi bu bir misol. Bu bir misol. Bundaq misol yomon jiq uning ichida. Ham shuning hammasi İdrisning ishini og'irlashtirib etgan eng muhim narsa shu. Chunki bu Marrakeshning hech qanday vazifasi yo'q. Anda Marrakesh butunlay qonunga amal qiladigan davlatmi emas, ya'ni butunlay butun demokrat davlat emas. Demokratik emas. Hech bo'lmagan chog'da bir advokatni yollasak, advokat İdrisni ko'risha oladi, İdrisni aqlay oladi. Hech bo'lmagan bir sud ichildi. Sud ichilganning o'zi bizning ta'limimiz. Agar sud ichilmay, advokatmi yollab qo'ymagan bo'lsa, uning bizning abolimiz bo'lmagan bo'ladi. Endi advokat sud degan narsalar jarayonida biz nimaga erishdik? İdrisni oqlash fursatiga erishdik. Xitoyning deganlarining hammasining tuhmat ekanligini, uning butunlay İdrisni qaytarib ketish uchun to'qilgan bahona ekanligini bir isbotlab material tayyorladik biz. Advokat bilan. Bu material tayyorlanib, oxirida bu sunilgan materiallar, ondan bu BDT'ninki İdrisni qo'yib berish haqidagi avatgan aloqasi oxirida bu İdris qutulgan bo'ldi. Hamda İdrisning oxirida buning oraliqda ikki qatim qo'yib berilganlik to'g'riliq aniq gap chiqqan, lekin ikki qatim bu gap amalga oshmay qoldi. Hammasi bu Marrakesh hukumati, Marrakesh sudlarining adolatlik bo'lmaganlik sababidan bo'ldi. Lekin oxirida hamda xalqaro besim bor. Amerika, Kanada, Angliya. Bu davlatlarninki besimi bor. Natijada İdrisninki qutulib chiqishi amalga oshdi. Asli hamda bu yerda deyishki bo'lgan plan bu asli nimaning İdrisninki o'rnashtirilgan davlat Kanada bo'lishi kerakdi. Chunki Kanadaninki oila birlashtirish programmasi bor. İdrisni Kanadaga o'tkazsak, ayolini billa İdris bilan Kanadada birlashtira oldik. Lekin bu Kanadaninki balqi musofir qabul qilish turi bo'lg'achqa uning vaqt ketdi ekan. Amerika u musofirlikni balqi panohlik tilashni Amerika tuprog'ida amalga oshirsin bo'ldi ekan. Shu Amerika bu yerda insonparvarlik nuqtasidan İdris Hasanni burun qabul qildi. Shunga hozir İdris Amerikaga o'rinlashdi. Lekin bu nimaning ishi? Zaynura va uning 3 bolasining ishi davom qilyotdi. U ish davom qiladi. Biz yana bu masala tek oxirlashmadi. Men nimaga bir tushundirgan Zaynuraga buning oxiri bor tehi. Oxiri texmi xayrli xabarlarni yaqin kelgusida anglaymiz. Zaynuraning Turkiyadan ayrildiganiga oz qoldi. Oilaning jam bo'lib xushallik tushunishigimi oz qoldi. İnşallah. Masalan, muşuna o'xshash shu tutilib turayotganlarning masalasida alqiliq rol o'ynagan tashkilotlar bo'lsin, siyosatchilar, qaysilar masalan, ya'ni mushunga o'xshash qarindoshlarimiz qutqizishga kimlar bilan, qaysi organlar bilan yaqin hamkorlashish kerak? Bu yerda hamma odamga o'xshash o'lchamni qo'ya olmaymiz. Chunki hozir masalan biz shu ishda izchil Kamera yo'q edi aka, navoda so'zimni anglay olsangiz, qaytadan chiqib, qayta kirsangiz bo'ldi. Qanday kechiringlar, biraz technical problemlar chiqib qoldi. Suhbatni birozdan keyin davomlashtiramiz. Lekin savollaringlar bo'lsa, inkas qismiga yozib turinglar. Anondan keyin birozdan qaytib kelamiz. Herhalde telefon o'chib qolgan o'xshaydi yo bir ish bo'lgan o'xshaydi. Buni birozdan keyin ko'rishimiz. Juma qanday? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va Okay, alaykum qaytib keldingiz. Ne kelgan Ee, bo'g'itdim? Nima kelgan bo'ldingiz? Amanda, Mush oila men bunda nima to'g'ri. har bir kishi o'xshamaydi, shuning bir hammasini bir To'g'ri. Bizning chet elda tutilib qolgan, qopsilib qolgan qarindoshlarimiz bor. Ularning hammasining ahvoli o'xshamaydi. Shunga hamma odamga ma'lum bir tashkilotni yoki ma'lum bir yurish tashkilotlarini tavsiya qilmaymiz. Chunki masalan, Idris Hasanga yordam bergan tashkilot faqat kishilik huquq qo'g'dug'uchilarni qo'g'daydigan tashkilot. Endi shunga Idris Hasanning ishi kishilik huquq faoliyatchisi sifatida qo'g'daldi va shu asosda biz advokat yordami, xalqaro yordamga erishdik. Endi Idris Hasanga qo'llangan taktikini Hindistonda tutib turilayotgan 3 Uyg'urga qo'llanmaymiz. Idris Hasanga qo'llangan taktikini Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'urga qo'llanmaymiz. Yoki Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan 4 Uyg'urga qo'llanmaymiz. Şun bir ortak narsa yo'q. Masalan, Idris Hasan qutulgandan keyin ba'zi men uchur yo'llab, men Pustan davlatda shunga uni qutqizib olgandan keyin bizni qutqizib olsanglar degan narsa keldi. Hamdalqi müşahede tushundirish bo'lsin, hammanglarga o'xshash usulni qo'llanib, o'xshash shaklda qutqazg'ili bo'lmaydi. Idris Hasanni ketgan Amerikan bizni ketmaydi ekan desanglar, ashta desanglar bo'ldi. Lekin sizlar uningga mos kelmaysizlar. Chunki Idris Hasan kishilik huquq faoliyatchisi, kishilik huquqni qo'g'dash jarayonida Xitoyninki qizil siziqni dasigan, Xitoyninki qizil boshliq notes, ya'ni qog'oz bilan buningga nega bos tutiladi degan bir buyruq bordi. Idris Hasan 2008-yili vatandagi chig'dila, Kenjin to'patgan chig'da Xitoyning zulmini Erkin Osiyoga pash qilgan kishi. Siz Idris Hasanning qilgan ishini qilmay turib, Idris Hasanni aketgan Amerika nima ish bilan aketmaydi ekan deb bizga besim qilsangiz, u to'g'ri tushmaydi. Chunki hamma odamning konkret ahvoli o'xshamaydi. Shu hamma odamga o'xshash bir nimani, yordamni, o'xshash bir tashkilotni, o'xshash bir yo'lni tavsiya qilmaymiz. Endi bu yerda mushundaq ahvol yuz bergan chog'da birisi Dunyo Uyg'ur qurultayining muhojirlar komiteti bor. Ular bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Ikkinchisi har qaysi davlatdagi tashkilotlar bor. Bular bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Endi bu yerda shu maxsus Uyg'urlarningki har qaysi davlatlarda tuyuqsiz tutilib qolish, yo'qolib ketish yoki stak deymiz, topsilib qolish. Shu masalasiga ega bo'ladigan ayrim bir tashkilot yo'q. Hem biz shunday bir tashkilotning bo'lishini umid qilgan, hem bu vaqtda men bir narsa yozgandim. 2020-yili Uyg'ur jiddiy holat markazi deb bir yer qurishimiz kerak ekan deganni o'ylagan. Sababi nima desa, Misrda tuyuqsiz tashlar voqea bo'lgan. 2017-yili 7-oyning 4-kunisi kechida tuyuqsiz Misr soqchilari Uyg'urlarni Uyg'ur mahallasiga kirib tutib ketgan. Bu bir jiddiy ahvol. Undan keyin bu bizning Idris Hasan tutildi. Undan keyin Saudiya Arabistondagi Vali do'stimiz tutildi. Undan keyin boshqa davlatda Uyg'urlar tutildi. Mushundaq ahvol ostida Uyg'urlarga yordam beradigan, maxsus mushundaq muhojiratda qiyinchilikda qolgan, qopsilib qolgan, tutilib qolgan yoki yo'qolib ketgan Uyg'urlarga yordam beradigan bir maxsus bir tashkilot bo'lish kerak ekan deb men uning ismini Uyghur Emergency Center deb atagan. Mushtaq bir tashkilot bo'lish kerak ekan deb. Bu tashabbusni o'tirib qo'ygan. Lekin bu tashabbusni halqi muhojirat bir ish bor. Ashundaq bir ishni o'ylab o'zing qilmasang hech kim qilmaydi. Inaqamdi. Shunga oxirigacha bu ish qilinmadimdi. Yaqinni yog'izi buni biz yaqin ishonchli do'stlar bilan aloqalashyapmiz. Shunday Uyg'ur jiddiy holat markazi deb bir organ qurib, har qanday yerda bir Uyg'ur tutilib qolgan chog'da bir izlaydigan yeri bo'lsin
telefon qilib alalaydigan bir odam bo'lsin. Telefon qilib o'zining ahvolini ma'lum qila oladigan ishchanchilik bir turkum kishilar bo'lsin deb o'ylayapmiz. Biz bularni Birleşken Devletler Teşkilatı, ondan bu Amerika Devlet Ministerligi, ondan Kişilik Hukukunu Kürtiş Teşkilatı, Xalqaro Kechirim Teşkilatı degandek teşkilatlar bilan o'rtaq hamkorlashib, mushundaq tutilib qolgan Uyg'urlarni qutqizishga harakatlansak deyman. Buni endi hozir yani shu maslahat ustida maslahatlashamiz, lekin burunqa qarag'ancha yaxshi, hech bo'lmagan chog'da bir 4 Uyg'ur tepildi bu qitim. Bo'ldi bu ishni qilaylik deydigan. Shuna bu ish menimcha ro'yobga chiqishi ehtimal. Biz bu ishni belki g'aybatlik boshlig'imiz yo'q. Chunki biz mush vaqt uchun nurg'un tashkilotlarning haybat bilan ichilish marosimlari qatnashdik. Menimcha biz ichilish marosimi, qurilish marosimidan bakrak g'alba marosimiga bakrak ehtiyojimiz bor. İdris Hasan'ni qutqizishga o'xshash, ondan hozir Nirula Elma xonim qilayotgan Taylandda tutilib qolgan 48 Uyg'urni qutqizishga o'xshash mushundaq konkret ishlarni qilishga ehtiyojimiz bor. Qurilish marosimi emas, qutqizish marosimi bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi. Shunga biz ishni agar biz shundaq bir markaz qurishga muvaffaq bo'lsak, ishni haybatlik ichilish marosimi emas, natijalik qutqizish marosimi bilan boshlaymiz, xudoyim bo'lsa. İnşallah. Mesela siz bay degandek hozir Taylandda va boshqa yerlarda tutilayotganlar bor. İdris Hasanning qo'yib berishi cho'ng bir umid bo'ldi. Shunga boshqalarningmi erkinlikka chiqish uchun İdris Hasanning qo'yib berishidagi sababini deysak, masalan, yeni dunyoning siyosiy vaziyatimi o'zgardi. Chunki Marokkoning Marrakeshning hech qanday bir qo'yib berishning zaruriyatimi yo'q deya asli zodi bu yerda ya bo'lmasa Xitoyning kuchi azoydimi? Ya'ni buning sababi zodi nima yani? Bunun sebebi har xil. Birlam sebep bor degil bo'lmaydi. Birsi buningki izchil bir yerda bir tirishchanlik bor. Shu İdris Hasan 2021 yil 7-oyda tutilgandan boshlab toki mush vaqtgacha bir voz kechmas tirishchanlik bor. Bu tirishchanlik yolg'iz İdris Hasanni qutqizish tirishchanlik emas. İdris Hasanning oilasini iyiga muqim iqtisodiy manba bilan ta'minlab bugungacha davom qilish masalasi. Ondan İdris Hasan'ga bir advokat yollab, bu advokatni bugungacha qamdash masalasi. Ondan mushu İdris Hasan masalasini xalqaro tashkilotlarda to'xtamay kun tartibga olib kelish masalasi. Uchinchisi, muxbirlar bilan aloqalashib, muxbirlarni Istanbulga avatib, Zaynuraldan kurashtirish masalasi. Shu mushlarning hammasi amaliyotda qutulib qilishiga sabab bo'ldi. Chunki shunga bu yerda men ma'lum bir sabab deganni demayman. Bu birisi. Ikkinchisi, eng oxirida eng olqiq rol o'ynagan Amerikaningki State Department, Amerika davlat ministerligi olqiq rol o'ynadi. Buningga aloqalashib, shu State Departmentningki xizmatlar yaxshi moslashgan Ömerkam yaxshi rol o'ynadi. Endi boshdan oxir izchil buning sabab qilgan va sababini mustahkam turganlar qo'g'duvchilarni qo'g'dash tashkiloti bo'lgan Safeguard Defenders va shuningki Laura Hart xonim, menimcha 90% tuhfini men Laura Hart xonimga tava deb qarayman. Chunki bir advokatning 3,5 yilligini ko'tirish menimcha, masalan, mening tashkilotimning qo'ldan kelmaydi. Biz onda pulimiz yo'q. Aşındaq qo'g'duvchilarni qo'g'dash tashkilotiga o'xshash xalqaro tashkilot buning kaynida izchil turmasa, bu ish bunda bo'lmaydi. Shunga buning sababini bir desak ilmiylik olmaydi. Bu bir axborotchilarning, xalqaro tashkilotlarning va mush ishni mening ishim deb qargan oraliqda ta'nig uchrasimi, to'g'ri tushunilmasimi, hech kim qutqizolmadi, İdris hech kimning korimidi, hech chiqirmadinglar, telefon qilib andaq insonni qutuldi, mandaq insonni qutuldi desimi, sabr qilib turing. Aman qutuldi. Yani texe oldingi haftagacha bizga telefon qilganlar bor. Mandaq insonni qutultisimi da qilmayapsizlar deb. Endi ularga digilolmaydi. Biz manda qilyapmiz.
Digil olmayçılık desek məxbətlik aşkarlıq qıldı. Şu bir yerdə bizning izchil sukut qilishimiz nima desa, tinch diplomatiya orqali oxiri İdrisning va oilasining g'alabasini qo'lga keltirish. Shu bu yerda yana birisi bak aniq deb ketkilanmaydigan sabablar bor. U sabablarni desakmi bu jamoatga jiq foydasi yo'q. Chunki bizning oxirgi maqsadimiz natijani ko'rsatishdi. Sabab bahonalarni jiq deyish emas. Məsələn, şu axbaratda çıxışda zad faydası bulamdı, bulmamdı. Çünki nurg'un qarindoshlarimiz diqqat qilmadi, lekin şu o'tgangi yili Kamboziyadan Abduraqib Rahman deb birisi Kamboziyadan Xitoyga qaytarildi, ya'ni. Bu hech kimning xabari chiqib bo'lgandan keyin hech qaysimizning kori bo'lmadi. Bu azroq mencha bu to'g'risida gapirib baxmadingiz naq maydonga chiqib, azroq bir tushuncha beramsiz bu haqda agar bera olsangiz. Albatta buni endi sana desam bir kim so'ramas digilolmaydi bu gapni. Shu, subhanalloh. Oldidan birisi so'rash kerak, nim bo'ldi degan, andan qolgan narsani deb beralaymiz. Ham buning Abduraqib Rahman nayt yaxshi yigit o'zi. Kanada demen bu. Kambodja qaçıp çıqqan. Qaçıp çıqqandan keyin biz bilan aloqalashgan. Buni qutqizish uchun ko'p tirishchilik ko'rsatdik. Lekin bu yerda bir BDT'ninki, xalqaro ko'chmalar tashkilotininki va Amerikadagi bir qism xodimlarning mutaxassisligi bo'ldi. Bizning qo'limizdan kelgani Abduraqibni mecburi ishlatilayotgan, mecburi emgak silinayotgan xatar ichidagi emgak lageridan qutqizib chiqish bo'lgan. Lekin uning qo'ldan qutqizib chiqish bizning qo'limizdan kelgan bilan uni 3-chi bir davlatga bexatar etkash bizning qo'limizdan kelmaydi. Bu xalqaro ko'chmanlar tashkiloti, BDT qatorliq davlatlarning qatorliq organlarning va Amerika, Kanadaga o'xshash davlatlarning qo'ldan keladigan ish. Biz o'zimizning vazifasini o'rinladik. Buni ikki dunyoda to'g'ri haq guvohlik bera olamiz. Biz o qarindishimizni mecburi emgak lageridan Kambodjadagi qutqizib chiqib sog' salomat ko'chmanlar idorasiga topshirib berishga vosita bo'ldik. Lekin ko'chmanlar idorasi vaqtida xalqaro ko'chmanlar tashkiloti va BDT shundaqla Amerika davlat ministerligidagilar o'zining endi bu kim asosli xatolik o'tkazdi buni men bilmayman. Bir xatolik yuz berdi. Yoki birisi 1 soat yoki 1-2 soat degandek nima xatolik o'tkazdi bilmayman, lekin oshni oxirida elib ketilishi sabab bo'lib qoldi. Endi buni men bilan aloqalashganlarning ayni vaqtda hech qaysi mas'uliyatni ustiga ololmadi. Hatto muxbirlar mushularga mayli BDT'liklar olsun, mayli xalqaro ko'chmanlar tashkiloti olsun, xat yozgan chog'da ular javob berolmadi. Bu bir sir bo'lib qoldi. Meningcha bu yerda mening bildigan deyalaydiganim ular mas'uliyatsizlik qildi. Xalqaro ko'chmanlar tashkiloti mas'uliyatsizlik qildi. BDT mas'uliyatsizlik qildi. Amerika State Department'dagilar mas'uliyatsizlik qildi. Natijada Abduraqib Rahman bo'rining og'zidan qutulib, yo'lbosning og'ziga tutildi. Endi bu yerda biz o'rganadigan bir saboq bor. Saboq nima desa, men bu yerda ko'nglimga kelsinmi deyman. Biz Uyg'ur faoliyatchilari biz 8 soat ishlamaymiz. Bir Uyg'ur tutilib qopti desa, shu qutulg'ich ishlaymiz. Lekin biz bilan hamkorlashadigan mayli BDT'ning organlari bo'lsin, mayli State Department bo'lsin, yoki xalqaro ko'chmanlar tashkiloti bo'lsin, ularning xodimlari faqat 8 soat ishlaydi. Ular bizning ilxatlarimizga faqat 8 soat ichida javob qaytaradi. Qolganchada javob qaytarmaydi.
Hatta 7 saatdan aralıqda tamaq vaqti Ha, var. 7 ha, saat. 7 saat. Qalğancha cavab qaytarmaydı. Ha. Unda bolğandikin bu yerdə nurgun boşluqlar var. Aşı vaqtda Xitay faydalandı. Aşı vaqtdan Xitay jasusları faydalandı. Şunun bilan bu iş suğa çılışıdı. Endi şu mening da'vat qilgan narsam nima desa, jiddiy holat markazi qurishimizning zaruriyati. Abduli Ayıp uxlab qolsa, Arslan shunga mas'ul bo'lish kerak. Arslan uxlab qolgan chaqda yana bir aylan mas'ul bo'lish kerak. Ya'ni ma'lum bir qarindishimiz bir yerda tutilib, uni bir yerdan qutqizib, yana bir yerga topshirgan chaqda ashning paydo bo'ladigan bir odam bo'lish kerak. Chunki biz bilan ishlaydigan odam faqat 7 soat ishlaydi. Bununla biz cho'qim mas'ul bo'lishimiz kerak. Endi mush ish, ya'ni Uyg'ur jiddiy holat markazi cho'qim qurilishi, buning a'zolari cho'qim Uyg'urlarni qutqizishda xalqaro organlar va har qaysi bizga ko'ngil bildigan davlat organlari qilolmagan ishlarni qilishimiz kerak. Ya'ni Abduraqibning bu fojiasi bizning mushundaq bir ishni qilishimizning naqadar zarurligini eskartadi. Chunki biz vatandagi Uyg'urlarni qutqizib chiqishga qodir emas. Biz chegaradan kirib turmalarni chaqolmayotimiz. Kashki chaqalagan bo'lsak. Lekin Hindistonda turayotgan 3 afkuni, Saudiya Arabistonda turayotgan Hamdullah Vali qarindishimizni va Nurmamat Ro'zi, bu xalcham abla va uning qizi 10 yoshli Baburani, shundaqla Tayland turayotgan 48 qarindishimizni va boshqa davlatlarda biz ismini deyolmaydigan qarindoshlarimiz bor hozir. Shularni qutqizishga bir harakat qilishimiz kerak. İdris Hasan'ның qutquzilish tajribasi bizni ma'lum manbalardan ta'minladi. Biz kimlarga aloqa qilish kerakligini, ishni qanday qilish kerakligini, qaysi tashkilotlarning bu yerda bir moslashtirish holatiga kelsak, bir kuch hosil bo'lib, shu qopsilib qolgan, tutilib qolgan yoki qaytirib o'tilgan davlatlardan davlatga Uyg'urlarni qutqizishga yordam bera oladiganligini shu tajriba jarayonida o'rgandik. Ana shu tajribadan foydalanib, Uyg'ur jiddiy holat markazi, Uyg'ur Emergency Center cho'qim qurilishi kerak. Masalan, bu asosiyatmi tutilib turayotgan Uyg'urlar qaysi davlatda eng ko'p tutilyotidi va burun asan qutulurg'ul bilamdi yoki bo'lmasa hozirmi? Uyg'urlar eng ko'p tutilib kelayotgan davlatlar O'rta Osiyoda tutilib kelayotgan, bu izchil bor. O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonda azaldan bor, Tojikiston azaldan bor. Bular tutilib qoladi bu davlatlarda. Endi buni Sanjatim qancha sizcha? Sanjatim Qirg'izistondagi oxirgi Uyg'urni qo'yib berilib bo'ldi. Qirg'izistonda bir Uyg'ur bordi, u Uyg'urni qo'yib berilib bo'ldi. Qozog'istonda bir Uyg'ur bordi, u qo'yib berilib bo'ldi. Hozir O'rta Osiyodagi Uyg'urlardan qolgani yo'q. O'rta Osiyo Uyg'urlarning ishi tugadi. O'rta Osiyoda tutilib kelayotgan Uyg'ur bizning ma'lumotimizda yo'q. Ya'ni eng oxirgi bir Uyg'ur qo'yib berilib Istanbulga yenib kelib bo'ldi. U avvalgi Turk nimasi bordi. Turk iqomati bordi. Uzun muddat iqomati bordi, Turkiyaga kelib bo'ldi. Shunga O'rta Osiyoda hozir men faqat yo'q demayman, lekin bizning ma'lumotimizda yo'q. Ammo Taylandda, Saudiya Arabistonda, Maltada, ondan Janubiy Amerikadagi bir davlatda, undan boshqa Sharqiy Janubiy Osiyodagi Pokistondan boshqa yana bir davlatda bir 4 Uyg'ur qarindishimiz bor. Mushu Uyg'urlar bor. Turkiyacha. Bular endi burunga qaragan chog'da bularni qutqizish taslashib ketdi. Nima taslashib ketdi? Turkiyani Turkiyada to'g'ri, Turkiyani. Men eng muhim Turkiyani unutib qoldim. Turkiyada tutilayotgan eng jiqras, eng muhim bir narsa unutib qoldim. Turkiyada shu 2000 tunji qatim Uyg'urlarning top yakun tutqun qilinishi, ya'ni optik tutqun qilinishi nimada boshlangan? 2017-yili 1-oyda. 1-oyning 2-kunlaridan boshlab, ya'ni 500 dan ortiq Uyg'ur tutilgan. Shundan keyin Turkiyadagi Uyg'urlarning tutilishi to'xtab qolmadi.
lekin boshqa davlatda tutilish biroz o'zgarish bo'ldi, lekin Turkiyada tutilish izchil o'zgarmadi. Men yaqinda tehi shu 12-oyda Turkiyadan tutilgan Uyg'ur 29. Bir ayning ichida. Shunga Turkiyadagi ahvol biroz og'ir xatarlashdi. Endi ishlarimiz qanday bo'lyapti desa, biroz butunlay men yaxshi bo'lyapti demayman, chunki bu G'arbda, Yevropada hozir millatchilik, irqchilik bosh ko'taryapti. Amerikada shu millatchilik, irqchilik bosh ko'tardi. Bo'libmi Yevropadagi masala bir qadar og'ir. Masalan, burun Yevropa davlatlari Uyg'urlarni qaytarmaydi. Hozir mening aniq bildig'im Norvegiya bir Uyg'urni qaytargan, qolgan yana bir Uyg'urni qaytarish oldida. Avstriyami bir Uyg'urni qaytarish qarori chiqarib, uni advokatlar orqali kendiga yongan bo'ldi. Undan boshqa Shveysariyada, Germaniyada qaytarish qarori chiqib bo'lgan, qaytarilishini saqlayotgan Uyg'urlar bor. Bu yerdagi ta'silayotganning sababi birsi musulmonlarga qarshi nafrat, islomga qarshi nafrat, ondan bu millatchilik, irqchilikning bosh ko'tarishi qatorliq sabablar tufaylidan bizning masalamiz biroz murakkablashishga qarab yo'tyapti. Lekin bu yerda umidsiz bo'lishning hojati yo'q. Chunki agar shu tutilgan qarindoshlarimiz o'zi qutulishni istasa, qutulishni xohlasa, uning do'stlari yoki urug' tuqqanlari shu Uyg'ur tutilib ketgandan keyin o'zini qochirib pulun puchqoq kirib ketmay, bir odamning tutilishi bilanla menmi tutildik ema deb qo'rqib ketmay, bizga yetarlik moslashsa, buni qutqizishning imkoniyati yana bor. Masalan, buni BDTga iltimos sunish uchun u tutilgan odamning bir tuqqani bizga vakolat berish kerak. Masalan, Arslon Istanbul tutildi desa, Arslonning ayoli cho'qim chiqib, "Mening erim, bu erimning iltimosini Abdulla Ayub nimaga sunsa bo'ladi, BDTga sunsa bo'ldi" deyish kerak. Demsa buni qilolmaydi bu birisi. İkincisi, axborot sunish uchunmi Abdulla tutilib ketsa, Abdullaning qizi chiqib, "Mening dadam tutilib ketdi, dadam haqsiz qamoqqa qilindi" deganni axborotchilarga, xalqaro tashkilotlarga deyish kerak, bizga shu vakolatni berish kerak. Ularning vakolati bo'lmay turib, bu ishni qilolmaydi. Ondan bularmi shu har qaysi davlatlarda musofirlik salohiyati bilan yoki panohlik iltimosi sunish oldida qarindoshlarimiz so'z harakatlarga biroz diqqat qilish kerak. Masalan, bir misol deb bersam, bir qarindoshimizni dastlablam bir nimaga dastlab shu lager qolmaydi, qamagan chog'da bir Xitoy bilan qamab qo'yapti. Qamagandan keyin men u Xitoy bilan bil tumayman deb, nima ish qilmaysa desa, bu kafir cho'shqa go'sht yeydi debdi. Hamda uni qabul qilmagandan keyin menga telefon qildi, mushtaq qildi deb. "Hey, sen degan odamning o'zi kafir. Seni so'roq qilayotgan odamning, sendan avval so'rayotgan odamning o'zi kafir" bu birisi. Ikkinchisi, Yevropada cho'shqa go'shtni hammasi yeydi. Sen bu cho'shqa go'sht yeydigan kafir kim bundan bil tumayman desang, bu sana hech qanday foyda kelmaydi, sen aksi ziyon keldi. Yevropada, dunyoda, bo'libmi G'arbda islom qarshi biroz nafrat, musulmonlarning ba'zi ya'ni ba'zi nachar musulmonlarniki sababidan bo'layotgan bu bo'limsiz salbiy ko'z qarashni sen bu cho'shqa go'sht yeydigan kafirkin deb nima qilsang, bu da kamsitish kirdi bu. Xalqning yemaylik odatiga kamsitgan bo'lsan, xalqning islomga ishonmaganligini kamsitgan bo'lsan. Endi bu kamsitgan odamni xalq qanday olib sening bu bahonangni qabul qilib sana ayrim yer berdi. Shunga bu yerda yana bir sabab qarindoshlarimiz o'zimi gap so'zga diqqat qilish kerak. Xitoyni bosqinchi Xitoy, tajovuzchi Xitoy desak bo'ladi. Uni kafir Xitoy deyishning hojati yo'q. U bizning kafirvoch zulm qilmayotdi bizga. Zaminimizni egallab olgan tajovuzchi, bosqinchi, zolim, faşist o'qituvchi zulm qiladi. Shunga gapni to'g'ri ishlatishmi, shu Uyg'urlarningki tutqundan, so'roqlardan va panohlik iltimoslardan unumli etib ketishning bir yo'li. Amaliyotda dunyoda nima bo'lyapti? Yevropada nima bo'lyapti? Yevropada nima kayfiyat ko'tarilib ketyapti? Buning qanday taqobil turman deganni azroq bir gazet kitob o'qib yoki leksiyalarni anglab yoki mushta bir paranglarni anglab qolsa foydasi bo'ldi va o'ziga buning natijasi ko'riladi. Shu yerda
bu sebep asas sebep diyemesek mi? Lekin mushunda bir amillarmi bor. Yani tutulup qilish, uzoq turib qilish degan. Chunki bu ishlarni oxiri adam qaro qildi. Mushu bay deb o'tdik, mush Taylandlik qarindoshlarimiz. Bir gap taqaldi Turkiyada. Siz bundan qana qaraysiz? Erdoğan hammasi bilan ko'rishib, ular bilan deyishibdi. Sen qo'lingdagi 4-5 Taylandni qo'ypa. Andan keyin bular Tayland bilan deyishib, shu sababdan bu qarindoshlarimiz saqlanib qoldi, yana Xitoyga qaytarilmadi deb bir xabar taqaldi, yana Turkiya mediasida. Bu xabarning ne qadar to'g'ri ya da xato? Bu xabar mening bu paykamdek yolg'on, qip-qizil yolg'on gap. Hech qanday asosi yo'q. Buni afsus bizningki Turkiyadagi nopozliq, dangliq erboblarimiz deb shudi. Ama shundoq yolg'on gapni da'vasanlar qarindoshlar. Ma Uyg'urlar bunday narsaga faqat ishonmaydi. Shu yolg'on gapni deb chavak ammoq havisiga o qadar dum tushmagan yaxshi. Xalq chavak chamisi mayli, xalq nafrat qilsa mayli, rost gapni qilayli, to'g'ri gapni qilayli, haq gapni qilayli. Undaq ish bo'lmagan bo'lsa, qip-qizil yolg'on gap. Undaq bir ish yo'q. Kaşki şundak bo'lgan bo'lsa. Voy, kaşki Erdoğan shuni qila oladi. Shuni qila oladi. Masalan, 5 Taylandni qo'yib berib, G'azzaning ishiga aralasha olgan Erdo'g'an nimaning ishiga cho'qim aralasha oladi? Hozir Xitoy turmush ya'ni Turkiya turmush yetayotgan Xitoylar bor. Shu Xitoylar bilan Uyg'urlarni almashtira oladi. Ya, Uyg'urlar emas. Shu Xitoylar bilan Xitoy turmush yetayotgan Uyg'urlar bor. Hozir 57 Uyg'ur, Türk nüfusluq Uyg'ur. Xitoy turmush yetyapti. Türk nüfusluq. Faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun umumiy tutquni tutilib, kesib ketgan. Uning ichida mening bir og'aynimning otasi bor, Mehmet Alikam. 60 aşkın adam 15 yıllık kesilib ketdi. Ya Erdoğan uni emas. U Taylanddagi Uyg'ur fuqarolarini emas. Xitoydagi Türk fuqarolari Uyg'urni qutqusin oldi bilan. Şuna bir yerdeki yalgan sözlemeyle, xalqni aldımaylı, çavakka aşık olup, g'albi mestandılıkıga çümülüp, bu sebi xalqimizni bu kadar yani ani tapmaylı. Bu doğru mu bu narsa? Kaşki şunda bo'lgan bo'lsa, biz mi şunu dua qilamiz? Erdoğan bir insafa kelib bir keçide, bir perişte diliga selip, şu Uyg'urluğa mana biz qabul qilamiz deb bir maydishi bo'lsin. Ey Tayland, bir desin. Şu qarindosh bir qutulib ketsin. Lekin unda ish bo'lmadi. Bu ishni qilayotgan Nirullah Almaxonimni aytdi. Tirishchilik ko'rsatdi. Hozir Kambodjada mush Nirullah men abiyam dedim o ailesi cho'qim vakolat berish kerak deb. Shu Taylanddagi qarindoshlarimizning Turkiya turayotgan ailesidan vakolat olish uchun hatto bir oilaning oldida 20 kun turgan. Vakolat bermasangiz ketmayman. Eringiz qamoqda ekan, men eringizni qutqizatdim. Şu erinizning vakolatni menga bermasangiz ketmayman deb 20 kun o'tgan İstanbulda bir Uyg'urning ishkining oldida. Biz bu kadar cahillik bilan kurash qilyapmiz. Yani eringni qutqizaman desimi, shu vakolatni bermaydigan cahillik bilan kurash qilyapmiz deydi Xitoylar emas. Bu jaholat bilan kurash qilyapmiz yani. Ham shunda avvalda qo'pib Erdo'g'an hem bu 48 Uyg'urni tutib qopdi, qaytirib qopdi. Unda gap yo'q. Buningga Marco Rubio'ning gapi bor. Marco Rubio qaytirish bo'lmaydi degan bayonoti bor. Ondan xalqaro tashkilotlardan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, xalqaro kechirim tashkiloti, qatorliq cho'ng tashkilotlarning besimi bor. BDT'ninki munosabatli organlarning besimi bor. Bo'libmi Nirullah xonimning mush ishni tashkillashdagi hol qilib to'pisi bor. Bunun asas sababi nimaki bu vakolatni bermasiga va yoki oilasiga buna sahib chiqmaslikning asas sababi nima? Endi buning bir qancha sababi bor. Birisi shu bizning bir qism yolg'onchi da'vogarlarimiz yolg'on gapni davrib xalqni rost gapga ishonmas qilib qo'ydi. Yani Erdo'g'an qutqizdi, Davutoğlu qutqizdi, Savutoğlu qutqizdi deb yolg'on va'dani beraverib oxiri bichora xalqimiz rost gapga ishonmas bo'lib ketdi. Bu yerdagi amaliyat shu. Biz uni butunlay xalqimiz nodon, xalqimiz joyil deb qo'ysaqmi, u reallikka uyg'un emas.
xalqqa va'dini beraversangiz, oxiri xalq va'dingizdan hech qancha ishonmaydi. Bu birisi. Ikkinchisi, sizdek da'vogarning sababidan rost ish qildigan, qalbidan chiqarib shu ishni amalga oshirsin deydigan odamga ishonmaydi. Turkiyada ular o'xshamagan tashkilotlarga berib, o'xshamagan tashkilotlar bilan ko'rishib, ularning va'dasini talay qatlamlab anglab, allaqachon umidsizlanib ketgan. Shunga Nurullo xonimga o'xshash chin yuragidan chiqib, Uyg'urni qutqizsam bo'ldi deydigan fidokorligimi ishonmay, nurg'un vaqt, nurg'un pul, nurg'un energiya isrof bo'lib ketdi. Endi bu sabab bu hamdi. Yana birisi, bu biz 2017 boshlangan umumiy tutqunni va tangli boshlangan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun 8 yildan beri kurash qilyapmiz. Lekin buni to'xtatmadik. Bu reallik. Mayli sen bo'l, mayli men bo'lay, mayli dunyo qurultiyi, kishilik qurilishi bo'lsin, biz qo'limizdan kelganini qildik, lekin to'xtatmadik. Buning uchun xalqimizdan kechirim so'raymiz. Xalqimizning umidsizlanishga haqqi bor. Bizni ayblashga haqqi bor. Qo'lingdan nima keladi? Shun sen haqqidan karim yo'q deyishga haqqi bor. Lekin hech qaysimiz xalqimizga bugun yoki to'xtatib beramiz deb va'da bermagan. Chunki va'da hech kimning qo'lidan chiqadigan va'da emas. Shu va'da kimning og'zidan chiqsa, shu yolg'onchi. Endi buni biz to'xtatmadik. To'xtatmaganligimiz sababidan umumiy xalqimizda bir umidsizlik bor. Turkiyadagi xalqimizningki bo'libmi, Taylandda tutib turilayotgan 48 qarindishimizning Turkiyadagi urug' tuqqanlarining, farzandlarining, tuqqanlarining umidsizlanishga haqqi bor. Sababi biz bu qirg'inchilikni to'xtatib, vatandagi qarindoshlarimizni qutqizolmadik. Qirg'inchilikni bir nima deymiz? Eng oddiysi hozirgacha axborotni tadrijiy tushirib qo'yapmiz. Yani axborotlarda Uyg'ur masalasi burun har kuni cho'qim bir xabar, cho'qim bir cho'ng xabar bo'ladi. Hozir masalan yaqinda 2022 dan boshlab toki 2024-yilning oxirigacha 51 ziyoli tutilib ekan. Shu xabarni o'xshamagan medialar bilan o'rtoqlashsammi, hech qaysi media xabar qilmadi. Burun 2018-yili bir Uyg'ur tutilsa, o'zangi ma'lum bu ish axborotdan diqqatni tortadi. Bir Uyg'ur tutilsa. Hozir 51 Uyg'urning tutilgan tizimlikini hamma narsa materiallarni bersakmi, bir media xabar qilmadi. Xudoga shukr, Erkin Osiyo bo'lib qopdiki, Erkin Osiyo to'xtamay Uyg'urlar haqida xabar beryapti. Amerika ovozimi tirishchilik ko'rsatyapti. Lekin bundan boshqa bir media hozir bir Uyg'ur tutilibdi desa, oldirab chiq xabar ishlab ketmaydigan holga tushib qoldi. Endi buning sabablari har xil. Dunyoda oqibatda pul degan narsa hal qiluvchi, qarorchil rol o'ynaydi ekan. Bizning qo'limizda pul yo'q. Bizda aql, vijdon, sadoqat bo'lgan bilan bizda dunyodagi axborotlarni, dunyodagi siyosatchilarni, BDT'ga o'xshash xalqaro tashkilotlarni setib ola oladigan pulimiz yo'q. Xitoy bilan 10 Uyg'urni qo'yib bersang, 5 Xitoyni qo'yib berma deydigan bizda bundaq bir imkonmi yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu ishda biz xalqimizga manch qadam mangduq, manch qadamdan keyin maqsad yetimiz deyolmaymiz. Lekin hamda xuddi Idris Hasanning qutulishimi tirishchanlik bilan bo'lgandek, Tayland turayotgan 48 qarindishimizning Xitoy qaytarilmasligimi tirishchanlik bilan bo'lgandek, hamma ish tirishchanlik bilan bo'ladi. Mundaq bir misol davomli keltirmayman. Ba'zi ishlar tez bo'ldi. Lekin dunyoda tez ishni tanlagan odamning g'alaba qildiganligi aniq. Agar bu qirg'inchilikni to'xtatish oson ish bo'lgan bo'lsa, men qilmagan bo'lardim. Nurg'un Uyg'ur bizning do'stlarimizmi qilmagan bo'lardi. Bu ish tez bo'lgach qilyapmiz. Bu birisi. Ikkinchisi, bu bir inson hayot-mamot masalasi. Uchinchisi, Uyg'ursiz dunyoning ahamiyati yo'q biz uchun.
Şuna üçün qılıbatımız. Şuna bir yerde ümitsizlik buludu, keçiringlar, qutquzanmadık. Lekin şu narsa deyaleymiz, biz qirg'inchilikni to'xtatmagan bilan ostlatdik. Umumiy tutqun 2019 yildan keyin ostiladi. Hozir oilalar bo'yicha, binolar bo'yicha, yizlar bo'yicha tutqunga uchraydigan ish to'xtadi. Bu birisi. Ikkinchisi, Xitoy mudofaaga o'tdi hozir. 10 ming kishilik Şinjan'dan hikayesini söyleyemiz degan bir gapi var. Canxo Şinjan qo'shi deb. U narsani boshladi. Ya'ni buning hammasi mudofaa. Mayli o'zini aqlash kuchsin, mayli hikoyasini to'g'ri so'zlash kuchsin, mayli bugünkidek xalqaro medialarni, xalqaro organlarni setib olib, shu fursatdan foydalanib o'zini haqliq ko'rsatishga tirishsin. Buning hammasi bizning g'alabimiz. Endi bundan keyin mush hamda ya'ni Idris Hasanning ayoli baga vakolatga o'xshash xalqimiz bizning yenimizda tursa, gerçi o'ttirib chiqmagan taqdirdami, qo'lidan keladigan mening akamning vakolati bu, mening singlimning vakolati bu, mening akamning tutilib ketganlik materiali bu, rasmi bu degan narsalarni ta'minlab bersa, biz yana tirishchilik ko'rsatamiz. Bizning bu tirishchiligimiz dunyodagi yana insoniyatni, insoniylikni, inson huquqini qo'llaydigan kishilarni ta'sirlantirdi. Yetib olgan odamga hech kim qarab qo'ymaydi. Hech bo'lmaganda oqsab bo'lsin, mengayotgan bo'lsangiz, yo'laydigan birisi chiqadi. Shunga mayli oqsaqmi, mayli osti mansaqmi, mayli tirishib, yerda qolsaqmi, oldimizga bir qadam bo'lsin, mengishimiz kerak. Shunda bo'lgan chog'da bizga mengishib birdigan, qo'limizni tortadigan odam cho'qim chiqadi. Bu kishilarimizni qutqizishmi, mushunga o'xshaydi amaliyotda. Men boshqacha qarayman. Mening xiyolimda tig'im uzunni o'ylayman endi. Sizning gapingizmi to'g'ri. Garchi bu naslda va yoki men ko'rmasammi, balki bir necha nasldan keyin, ya'ni inshaalloh hammamiz Janobi Haq inshaalloh jannatga kiramiz. Shu jannatda o'tirib oldimga birisi kelsa deyman. Kelgan chog'da salom aytsaq, sen kim u desam, maslana balki bu belki xiyoliy o'ylayapman. Sen kim u desa, men shu Sharq Turkistonni fath qilganman deb. Qanday bo'ldi desa, işte meni kichik vaqtimda dadam sening videoringni ko'rsatgandi, sen bir gapni qilganding, u meni ta'sirlab munda bo'lganda, anda bo'lganda, anamniki necha yillar o'tib biz ilqi hozirni o'ylamaychi, biz hozir qilayotgan ishlar balki keyingi naslga bir qulaylashtirib ishlarni, balki keyingi emas, bir undan keyingi bo'lsinmi? Men ashunga rozichu. Men ko'msam mayli. Ya'ni ash oxiratda ish qilib qandaylar bo'lmasin, bir skap ish qilib sen bir men asla o'ylayman. Men ilqi mening sababim o. Siz sababingiz dedingiz, lekin mening sababim o inshaalloh. Vaqtmi bir qoldi aka. Oxirgi siz boy degandek mudofaaga o'tdi. Masalan her zaman selishtirma, sizmi ko'rdingiz Isroil bilan Xitoyni. Isroil bilan Xitoyning bir cho'ng farqi bor. Isroil ko'sib turib, urib turib, qanday qilsa deydi-chu. Xitoy qandaylar bo'lmasa, Xitoyni yaxshi deganim emas. Xitoy vahshiy eski Alloh bin belasini bersin, lekin Xitoy qandaylar bo'lmasin, bisim bilan men qilmadim, atmadim, turma yo'q, lager yo'q deylikchu. Bu ikki zolimning farqi bu endi. Xayrlisi deyli. Oxirgi so'zingizni olay aka, andan keyin ekranni yupasam bo'ldi. Mening bir oxirgi so'zim bor. Oldin qaytam Amerikada, Kaliforniyada qarindoshlarga rahmat. Oshkor rahmat aytish fursatim bo'lmaganda Kaliforniyada 11 kunlik safarimiz bo'ldi. Bu yerda Uyg'ur qarindoshlarimiz nihoyat yaxshi hamkorlashdi. Bag'rini ichib kutib oldi. Ondan bu Kaliforniyadagi universitetlarda leksiya so'zlash fursatimiz bo'ldi. Shu yerda bir savol so'raldi mendan. Sen vataningga qayta oladiganligingga, qarindoshlarni qutqiza oladiganligingga ishonamsa dedi. Deganda, men Xudoga qanday ishonsam, xalqimizni qutqiza oladiganligimizga, aşağıdaki ağaç singillarimiz, akenlarimiz,
ata-analarımızı qutquzalaydiganligimga xuddi Alloh ishonigandek ishonaman. Hech kim mening bu ishonchimga savol qo'yolmaydi. Chunki bu mening dinim. Dedim. Shunga o'xshash vatandagi qarindoshlarni qutqizish bizning dinimiz. Barligimiz. Buningga hech kimning bizdan savol so'rash haqqi yo'q. Chunki biz shuning uchun yaralgan, shuning uchun yashayapmiz. Hech kimning bizni halqi Xitoy kuchlik, qudratlik, sizlar yer sharini, mangashlar deganlar bo'lgan, yer sharini ta'tu aylantirmoqchi deb. Dunyoda dal shundoq yer sharini ta'tu aylantirib bo'lmoqchi bo'lganlar g'alaba qildi. Suvning iqishiga, tukning yetishiga, shamolning chiqishiga agashgan odamlar bu dunyoni o'zgartirmaydi. Amaliyot Uyg'urlar biz dunyoni o'zgartiryapmiz. Bu dunyo Uyg'urlar bo'lmasa, qirg'inchiliklarning makoniga aylanib qoldi. Xitoy Uyg'urni qirsa, gap qilmagan dunyoga ato'gin yana bir davlat, masalan hozir xuddi Rossiya, Ukrainada qirg'inchilik qilayotgandek, yana bir davlat yoki yana bir davlatni bosadi, yoki o'z davlatidagi farqli til, farqli madaniyat kishilarni Uyg'urlarni qirgandek qirdi. Shuni biz amaliyotda dunyodagi kelgusi bo'ladigan qirg'inchiliklar va bo'layotgan qirg'inchiliklarning oldini olyapmiz. Biz o'zimizni emas, Xitoydagi 1 milliard 400 million xalqni qutqizyapmiz. Masalan, Urumchida 44 Uyg'ur o't ko'ymagan bo'lsa, Xitoy mushu vaqtcha koronaninki qamilida, koronaning turmusida qiynalgan bo'ladi. 44 Uyg'ur ko'ydi, dunyo bo'yicha namoyish qildik. Xitoylar namoyish qildi, shuning bilan Xitoylar bu qamoqdan qutuldi. Biz bugun Xitoyga qarshi, Xitoyning zulmiga qarshi, tajovuzga qarshi kurash qilyapmiz. Bu kurash Uyg'urning emas, 14 yani milyon, yani 1 milliard 400 milyon Xitoyni, shundaqla 7 milliard dunyodagi xalqni qutqizdi. Chunki Xitoyning qilmoqchi bo'lgani insoniyat o'rtaq gavdasini qurib chiqmoqchi. Xitoy rahbarlik qildigan BDT'ni Xitoyninki qo'lchomga aylantirmoqchi. Tadrijiy holda dunyoga zulmni, tajovuzni haqliq ko'rsatib, qirg'inchilikni hech bo'lmaydigan darajada qabul qildirmoqchi. Biz shuning hammasiga qarshi turib, amaliyotda insoniyat uchun badal to'layapmiz. Men shu vaqtcha ba'zilar deydi, sizlar u yerdan yordam talab qilsam, bu yerdan yordam talab qilsam deb. Mening o'rnimdan hech qanday ko'nglim yerim bo'lmaydi. Biz o yordamni o'zimiz uchun emas, ular uchun talab qilyapmiz. Agar bir kurash qilmasak, Xitoy Amerikani yeydi, Yevropani yeydi, dunyoni insoniyat o'rtaq gavdasining ichiga kirib qolmaydi. Biz dunyo xalq uchun, insoniyatning madaniyati uchun, insoniyatning erkinligi uchun kurash qilyapmiz. Shunga bizning o'xshamagan yerlardan yordam, madad, qo'llash, talab qilish haqqimiz bor. Chunki askar degan xalqning bejiga, xalqning puliga kurash qildi. Qurbon berdi shunga. Shu bizning xalqdan yordam talab qilmayapmiz. Dunyoni qo'g'dayotgan haqqimizni talab qilyapmiz. Biz dunyoni qo'g'dayapmiz, insoniyatning huquqini, axloqini, g'ururini qo'g'dayapmiz. Shu bu yerda mening deydiganim, hergiz ümidsizlanmaymiz, chunki bu bizning e'tiqodimiz. Hergiz qo'rqmaymiz, chunki biz musulmon. Hergiz vaz kechmaymiz, chunki biz ikki dunyoda buning savobini, mukofotini olamiz. İnşallah. Miyada Sümeyye Aytu qarindishimiz xato nim qilmasam, shu Saudiya Arabistonda tutilayotgan dadisi o deymi? O'sha Saudiyada tutilayotganlar qanday yordam qila olamiz deb, boshqa nimishlarni qila olamiz deydi. Hozir biroz nima qilib ketdi bu. Men o'zimning telefon ko'rsam, mening telefon nomerim bor, menda telefon nomerim bor. Men o'zga deb beray. Tamam. Aka anga sualim, mesela abay siz yaxshi bir projeni o'tirib qo'ydingiz. Bilsiz Trump kelganning yoqi NED'ning va boshqa USAID'ning pulini keseglik. Bu pul hamda nereden keldi bu projeni yurgizish uchun? Bunu tapımız. Aldan bu işini bir bismillah deb başlaylı. Tapımız. Bana işen. Tapımız.
Bir qo'shimcha so'raydiganim, ya'ni mushu masala, ya'ni mushu pul kesilish masalasi. Ha, pul kesilish masalasi bu biraz murakkab masala. Lekin bir ish yapılsa minglagan ishlar ochiladi. Men umid bor. İnşallah. Bulaka, ang axırkı sözünüz mushu muhmidim, lekin shu ekranni yiptama agar boshqa so'zingiz bo'lmasa. Boshqa yo'q, rahmat. Bulda qiymat. İnşallah. Vaqt chiqirganingizga rahmat. Allah razı olsun. İnşallah boshqa İdris Hasanlar qutulishga hammamiz chin yuragimizdan duo qilamiz. Kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar, qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. I stole lady hoe.